13-bob. Shaxsiy erkinlik. Hurlik tushunchasi faqat Allohning quli bo'lish va o'zga maxluqot ta'siridan tamomila erkin va ozodlikni anglatadi. Hur insonning alomati bu dunyo issiq-sovug'i va yaxshi-yomoniga e'tibor bermay, faqat Allohning ibodatigagina mashg'ul bo'lmog'ida ko'rinadi. Yoxud buni dunyo matohlariga muhabbatni tark etib, Alloh ibodatini tanlash deyish mumkin. Haqiqiy hurlikka faqat bandalikni kamolga yetkazgandagina yetishish mumkin. Junayddan dunyoda foydalanish uchun bir necha danakdan o'zga hech vaqosi qolmagan inson haqida so'rashganida javob beribdilar. Mukotab, ya'ni to'lov evaziga ozod etiladigan qulning bo'ynida agar to'lanmagan bir dirhamgina qarzi qolgan bo'lsa ham, u hamon qulligicha qoladi. Ya'ni o'sha bir necha danak ham hurlik maqomiga xalal beradi deyilmoqchi. Husayn ibn Mansur dedilar: kim hurlik, ozodlik istasa, o'zini Alloh oldida haqiqiy banda ekanini namoyon etsin. Bunday hurlik, ozodlik darajasi juda noyobdir. Bu qism hurlik asosan darvesh va muridlarga xizmat qilish orqali qo'lga kiritiladi. Yahyo ibn Muoz dedilar: dunyoga intilganlarga qullar, joriyalar xizmat qiladi. Abadiy hayotga intilganlarga esa hurlar va solihlar. Alloh Davud alayhissalomga vahiy qildi: men uchun xolis ibodat etayotganini ko'rganingda uning xizmatkori bo'l. Hazrat payg'ambarimiz ham aytganlar: xalq peshvosi uning xizmatkoridir. Uqba ibn Omir roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan Ibn Asokir Sulami rivoyati. Shaxsiy hurlik haqida go'zal so'zlar. Ozodlik, hurlik haqida ko'plab qimmatli va go'zal so'zlar aytilgan. Ba'zilarini keltiramiz. Solihlardan biri aytgan ekan: nafsim dunyodan yuz o'girgan mahal men uchun oddiy tosh bilan tilla barobar bo'lib qoldi. Daqqoq deydilar: kim bu dunyoda dunyo matohidan ozod bo'lsa, u dunyoda ham ozoddir. Ya'ni gunohdan, tutqunlikdan, do'zaxdan ozoddir. Ibrohim Adham aytgan ekanlar: haqiqiy hur insonning qalbi bu o'tkinchi dunyoning muhabbatidan, hali uni bu dunyodan olib ketmaslaridan ancha ilgari forig' bo'lgan bo'ladi. U kishi yana aytgan ekanlar: do'stlashmoqchi bo'lsang bag'ri keng, hur, kam gapirib, ko'p tinglaydigan kimsadan o'zgasi bilan do'stlashma.